salam Lutfullah, eslayman seni. Assalomu alaykum. Mashhur Jalilov nomidagi o'rta maktabning 9-va sinf o'quvchisi Ashirva Nagul Mas'umjon Zulfiqarovning Lutfullah mutalib asaridan uzunda. Dunyoda o'limni kutishdimmi, muhtish narsa yo'q-ku. Biroq o'limdan qaytmas mustahkim irodali Lutfullah o'zini shu paytda bexasta azoda tutdiki, bejoyki u fojia uningga nasvatsizdek, balki hayot ishqi sharafati uningga mangu yordek. Kim bilsin, uning ko'ngli bezligan yana qandoq da'vosi bor. Shu asnoda bir qadam alg'a chiqqan Lutfullah o'zining saptiki qarindoshlari bilan ayrim-ayrim xo'shlashyotgandek bir terizda sap soldi. Zulm sitimga bardam bergan ba'zilarning komiteti boshqa tushgan savdoga yana qutulish imkoniyati yo'q. Palayatga bosh sungan ba'zilarning rangi o'chgan g'al-g'al titrar. Chat soqollari bir quchoq bo'lgan Bilal Azizi usta shahidlar bo'lsa hech qancha pisand qilmay Ali janob ish qurbonlari mag'rur turgandek. Hukmni taqatsiz kutgan Dong qilich tutgan qo'liga tukurib Lutfullahga yaqinlashdi. Ko'pdan beri mushundaq bir paytni qo'lga keltirish u maxluqni izzat nafsi iflos g'azi emasmidi? Aziz tuqqanlar, dedi ko'zlari o't bo'lib yongan Lutfullah minglagan xalqlarga. Jalatlar bizning hayotimizni mag'rur qilgan bilan vijdonimizni mag'rur qila olmaydi.